Bugun sizlar bilan yana bir qarz qezish to'g'riliq maslahatlashmoqchimiz. To'g'ri, burunqi qarzlar yetishmayotdi. Rastlaysizlar, biz Boyxo'jamdan qarzga taynib olsaqla bo'lmaydi. Qodir mollam, biz qarz qazayli. Biz bu narsa ko'z chapadan qo'rqib qolmaymiz. Yaxshi, qarz qizish albatta yaxshi ish. Men sizlarni haqsiz qarz qizish saymonlari bilan ta'minlayman. Bugun kun g'aribdan chiqibdi-mi, nima? Ha? Boyxo'jamniki pitiq tugimidi-ku deyman. Ha, saymonlarni men ta'minlagan ekanman. Undaqda qarz qizilib bo'lgandan keyin qarzning suyini men taqsimlashim kerak. Begimning maqsadi mushukkan-da. Qarz suyini yana pulga sotala. Boyxo'jam, yangi qarz hammaylanga mansub. Hech qanday bir odamning bosh qurishida bo'lmaydi. Undaq bo'lsa, qarz qazdan saymonlarni o'zinglar bir amal qilinglar. Begim, nim bo'ldilar? Yana ochiq shutib oldilarmi? Bu yoqqa kelsizlar. Chiroyli xotin, kentkilar yangi qarz qizishga tayyorlanyapti. Nima? Xotin, bu degan bir tasoddifilik. Endi biz qudug'imizga tayinib pul topolmaydigan bo'ldik-da. Xotin, tushuntirishimga quloq sol. Chiqib kelsizlar. Bugun kuchsiz tomoqni yeyman demay, xatoliklar ustida obdanroq o'ylansizlar. Xotin, so'zimni angla. Yana mangmay turdilar-ku. Xo'rozim, nemishqa har doim azoblanib alam tortadiğini men bo'laman. Qarzni mana mush yerdan boshlab qazayli. Nemishqa mushadan boshlab qozimiz? Bu yerning to'piq qavati nepes, qazmoq o'ng'ay. Bu yerning yer shakli egizdan tövanga qiypash, yan to'lig'i siliq ham takshi, suv saqlashga to'lama bab keladi. To'g'ri aytding. Nasrdan, men ko'rsatgan o'rinni xaritaga tushirib ol. Keyincha qarz qazganda oson bo'ladi. Qandoq sizsam aniq bo'la. Tapdim. Har xil rangli qalam bilan belgilab olsam, ko'pchilik cho'qim bir qarabla tushunadi. Yaxshi amal bo'ldi, sana rangli qalam akib beray. Bu nima? Qo'rqib ketding, ha? Nasrdan, sizg'on rasming bek chiroyli ekan. Menga sovg'at qilib o'ta. Bo'lmaydi. Bu rasm bek muhim. O'tinib qolay menga begina, o'tinay. Nima bo'ldi? Sen hech ish yordamlashamaysan. Shu bilan qalam qaqima. Men nima qilibdiman? Nasrdan, Umar, keldingmi? Nasrdan, uyinglarda qapoq chiroqni ishlatib turay. Lekin o chiroqni obdan saqlajimi? Uni bovamning bovisi ayni yillarda qarz qazganda ishlatib saqlab qo'ygan ekan. Qarz qazganda bizga kerak bo'ladi. Qanday qilsam pul tepib, xotinimni rozi qilaman. Dodo! Ey, balam, astıroq belim og'rib ketdi. Dodo, qarag'ana, nima degan chiroyli rasm? Sen menga birini silib begina. Qarzni yashakli xaritsi. Pul topadigan amal topdim. Ko'pchilik tayyorlanib bo'ldinglarmi? Tayyorlanib bo'ldik. Nasriddinning xaritsiga qarab qoldik. Chataq bo'ldi. Molla, kechirsizlar. Xaritani yuturib qo'ydim. Yuturib qo'ydim. Sen qandoqsiga bu eng muhim narsani yuturib qo'yding. Qayta sizib chiqmoqdan boshqa amal yo'q. Qaytsizdan hojati yo'q, xaritim mening qo'limda. Bu qandoqsiga silidi bo'lib qoldi. Chaqa qaytirib paslar. Akaslar. Xaritini bizga qaytirib bersizlar. Ko'pchilik ish boshlashga oldiryapti. Qaytirib bersam bo'ladi. Lekin bu xaritini ko'rib bir masalani bayqab qoldim.
Qaranglar, bu qarzning suv manbai mening etizligimdan o'tadi ekan. Bu shuni tushuntirdiki, qarz mening etizligimning yer osti suyini egallab oladi. Shunday bo'lgan ekan, sizlar buning uchun pul to'lashinglar kerak-ku, deyman, ha? Yana pul to'lamdiq. Boybegim, qarazni ko'pchilik birlik tutqazadi. Shundaqla har bir tutunning etizligidan o'tadi. Bu to'liq adil ish. Mening etizligimdan o'tsa mayli, lekin etizligimning yer ostidagi suyini ishlatgan ekansizlar, cho'qim pul to'lashinglar kerak. 20 tilla, 1 tillami kam bo'lmaydi. Tuproq bilan suv azaldan umumga taalluq qandoqsiga ayirib hisoblandi. Buning bilan qarim yo'q. Men faqat o'z yerimning yer ostidagi suyini surishtiraman. Bu hadini oshqanlik, yo'lsizlik. Bayxo'jam, deganlari o'rinliq. Biz bu pulni berishimiz kerak. Bunda qilaylik. Sizlar hozir qaytib ketib, kechda bizning uyga pulni ag'il keslar. Adam ama hech kim ko'rinmaydi. Kim? Uyal kim bor? Nasriddin, nima qilyapsan? Chaqan chiqib yoqa. Chaqan bu. Ajabmi cho'chidim. Bu do'ttahay. Meni cho'chishlik bo'ldingmi tehi? Eyda, bu Nasriddinning hilisimi qanday? Bu do'ttahay, nima qilay deysan? Qarang o'zim nima? Voy jon. Quzullar! Quzullar! Yana men yangdam, men bilan etishman deydi o'taqay. Do'ttahay. Bayxo'jam, bu yerim kechida biz o'yinda chiniq otamdilar, ha? Nasrdan chaqqan suv bak usab ketdim, yerib o'lay dedi. Bula. Bayxo'jam, suv ichishlariga bo'ladi, lekin oldi bilan hisobotni qilyapsizlar. Nima? Sizlar hovlimizga kirib, bo'lishcha uyimizning havosini sumirdilar. Shunga malol ko'may, sizlar sumirgan havoning pulini beryapsizlar. To'la haddan ashma. Havoni pulga sotilganini ajaldan anglab baxmaganman. Bir odam minutlik 20 qatim atrofda nafaslandi. Boyxo'jam, siz alayzal 5 minut mushiyada nafaslandilar. Bir qatim nafaslanishlari bir tilla, bo'pti, hammasiga 100 tilla baslar. Sizlar o'z yerlarining tuproq ostidagi suvlarini sasilib bo'ladi ekan, nima ish qilman o'z uyimning havosini sasam bo'lmaydi ekan? Sen meni to'zaqa desanmi? Uxlab tusham. Hay! Bayxo'jam, sizlar o'tibsizlar. Bayxo'jam, sizlar yana bizning uyning havosini sumirib atadilar. Nasriddin, seni bo'sh qo'yib o'tmayman. Endi qarz qasaq bo'ladi.